saratonga qarshi kurashuvchi eng kuchli sabzavotlardan biri. Uning tarkibidagi sulforafan moddasi saraton hujayralarining ko'payishini to'xtatadi. Brokolini bug'da pishirib yoki ozgina zaytun yog'i bilan qovurib iste'mol qilish eng foydali usullardan hisoblanadi. Sarimsoq tabiiy antibiotik. Uning alitsin nomli moddasi immun tizimini mustahkamlaydi, yallig'lanishni kamaytiradi va saraton hujayralarining o'sishiga to'sqinlik qiladi. Eng foydali usul sarimsoqni xom holda ezib iste'mol qilish. Va 5-si ko'k choy. Ko'k choyda katexin deb ataluvchi kuchli antioksidantlar mavjud. Ular tanadagi erkin radikallarni yo'q qiladi va hujayralarning sog'lom ishlashiga yordam beradi. Har kuni 1-2 piyola yangi damlangan ko'k choy bu sizning tanangiz uchun tabiiy himoya devorini yaratadi. Pomidor. Likopen moddasining eng boy manbai. Bu modda erkaklarda prostata saratoni, ayollarda esa ko'krak saratoni xavfini kamaytiradi. Pomidorni pishgan holda iste'mol qilish, masalan, sos yoki sho'rva sifatida likopenning so'rilishini oshiradi. Yong'oq. Omega 3 yog' kislotalari, antioksidantlar va tolalarga juda ham boy. Bu birikmalar yurakni, miya faoliyatini va hujayralarning yangilanish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi. Har kuni 1 hovuch yong'oq yeyish sog'lom tananing siridir. 8-si yovvoyi o'rmon mevalari. Qora smorodina, malina va boshqalar. Bu mevalar antosianin deb ataluvchi tabiiy pigmentlarga boy. Ular saraton hujayralarining shakllanishiga to'sqinlik qiladi va immun tizimini mustahkamlaydi. Har kuni 1 kosa yangi yoki muzlatilgan yovvoyi o'rmon mevalari sog'lom tanaga oson qadam. Sabzi. Sabzida mavjud beta-karotin tanada A vitaminiga aylanadi. Bu esa hujayralarni yangilaydi va saraton xavfini kamaytiradi. Sabzini xom holda iste'mol qilish ham, ozgina yog'da pishirib iste'mol qilish ham juda ham foydali. Va nihoyat 10-si zig'ir urug'lari. Zig'ir urug'i lignanlar va omega 3 yog'lari manbai. Bu moddalarning barchasi saraton hujayralarining o'sishiga qarshi tabiiy himoya beradi. Eng katta foydali usul har kuni nonushtaga yoki smuzlarga 1 choy qoshiq maydalangan zig'ir urug'i qo'shishdir. Unutmang, hech bir mahsulot bir o'zi bilan mo'jiza yaratmaydi. Ammo sog'lom ovqatlanish, tinch hayot va ijobiy fikrlar eng katta kuchli davo hisoblanadi.